Bu süre bugün günümüzdeki intayin aramızda baş götürüyotgan bir balay afetden bizni agahlandıradi. O qaysi desanglar, qarab qargan bolsak Allah subhanahu va taolo bu oyatda ikki cho'ng ne'matdan xabar berdi. Mush ikki cho'ng ne'mat dunyodagi insonlar ishlagan eng katta ne'mat. Mush ikki ne'mat bo'ldi ekan, boshqa ne'mat o'zining rolini joriy qildiradi. Agar mush ikki ne'mat bo'lmasa, boshqa ne'matlarni o'zining rolini joriy qildira olmaydi. To'liq shaklda. U bo'lsa qaysi? Demak, ne'matga qilingan tuzko'liqning eng cho'ng zeli mana shu. Biz qaysi? Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qarindoshlar. Biz bugun Allohning rahmati va fazli bilan Qur'on Karimninki oxirgi qisqa, ya'ni namoz suralaridan suratul Quraysh, ya'ni Quraysh surasini o'qiymiz. Biz odatda o'g'iz tilimizda sura Qurayshni Liilafi deb ataymiz. Bu sura bizga nima deydi? Bu surani o'qigan vaqtimizda biz qaysi mazmunlarni o'qigan bo'lamiz? Oldin bilan bu suraning kimligi bilan tanishib chiqsak, bu sura bugun kunimizdagi intayin aramizda bosh ko'tarayotgan bir baloy ofatdan bizni ogohlantiradi. O qaysi desanglar, Allohning ne'matlariga ko'nib ketish, Allohning ne'matini his qilmaslik. Mana mushu baloy ofatni bizdan ko'taradi agar biz tushunib o'qiy olsak. Chunki bugun kunimizdagi qalbimizning Allohdan qo'rqishni ko'tarilib ketishi, Alloh cheklagan ishlarni yanmaslik, Alloh buyurgan ishlarga susluq qilish, mushularning hammasining keyinda nima yotadi bilamizlar? Allohning ne'matini his qilmaslik, Allohga shukr qilmaslik yotadi. Chunki bizning ko'zimizni ana shunda qalin bir parda o'rib oldiki, uning ismi nima? Kunib qilish pardasi. Bu kunib qilish pardasiga qanday parda desanglar, bir yaxshilik qancha ko'p bo'lgan vaqtida, shundaqla izchil bo'lgan vaqtda inson u yaxshilikqa kunib qoladi. Xuddi u yaxshilik uning haqqidek bilinib qoladi. Xuddi u yaxshilikni qilish, u yaxshilikni qilguvchininki vazifasidek bilinib qoladi. Amaliyotda shundami? Undaq emas. Masalan, qarab baqili, hozir men sizlarga choy kirib bersam, sizlar rahmat deysizlar. Shundaqla bir sizlarga tomoq etib bersa, tunji qatimda yoki bir qatim, "Voy rahmat" deysizlar. O'xshabdi deysizlar. Ammo uyinglarda opanglar sizlarga tomoq etib bersa, va yoki cho'nglarga ayoli tomoq etib bersa, masalan, sizlarga ayolinglar tomoq etib bersa, rahmat deyishmam nihoyat ig'ir keladi. Nimishqa? U yaxshilik emasmi? Yaxshilik. Ammo u yaxshilik har kuni bo'lgan bo'g'achqa, izchil bo'lgan bo'g'achqa, yaxshilik ko'p bo'lgan bo'g'achqa bizning ota-onamizningki, ayolimizning bizning ustimizda u ishlar xuddi qilishga tegishli ishlardek. U bir yaxshilik emasdek, u bir uning vazifasidek, ota-onamizning vazifasidek, ayolimizning qilmasi bo'lmaydigan bir vazifasidek tuyulib ketaylik. Amaliyotda hammasi nima? Yaxshilik. Inson mana shundaq narsa. Yaxshilik ko'p bo'lgan siri uni ko'rolmaydi. Shu Alloh subhanahu va taolo bizning mush ojizligimizni bilgan bo'g'achqa ko'zimizni kunib qilish pardasini ilib tashlash uchun mush surani nazil qilgan. Mana mush sura haqiqiy tushunib o'qigan vaqtimizda Allohning ne'matini bizga eslatadi. Shundaqla ko'zimizdagi kunib qilish pardasini ilib tashlaydi. Chunki bu sura Qurayshlarningki ana shundaq buyuk ne'mat ichida yashab turib, mo'lchilik ichida yashab turib, Ka'baning hurmati bilan nurg'unlagan obrazga, hurmatga erishib turib, Ka'baning Robbiga emas, boshqa narsalarni Ka'baning Robbiga shirk qilib ibodat qilganligi uchun Qurayshlarga Alloh subhanahu va taolo ularga bergan ne'matni eslatib nazil qilgan. Unda bo'lsa biz surani o'qiylik, undan keyin oyatma-oyat tafsirlab ma'miz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Liilafi Quraysh. Quraysh qo'dalganligi uchun, ular qishliq va yozliq safarda qo'dalganligi uchun bu uy, ya'ni Beytullohning Robbiga ibodat qilsin. U ularga tamoq berib, ya'ni Alloh subhanahu va taolo u Beytningki Robbi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo ularga tamoq berib, ochlikdan, xotirjam qilib, qo'rqinishdan saqlagan zotdir deydi. Biz bu surani to'liq tushunishimiz uchun Makka ahli bo'lgan Qurayshlarning ahvolini qisqacha tunishga to'g'ri keladi. Nimishqa desanglar? Chunki bu sura Quraysh ahliga berilgan eng katta ne'matni eslatib nazil bo'lgan. Quraysh degan kimlar? Ka'baning atrofidagi shu Makka ahli. Bilasizlar, Ibrohim alayhissalom o'g'li Ismoil alayhissalom va Hajar onamizni Ka'baning tuyiga Allohning buyruqlarini ekib qo'ygan vaqtida Ka'ba va uning atrofi qaqas cho'llik edi. Hech qanday ziroat yo'qdi. Su yo'qdi, lekin Alloh subhanahu va taolo u yerdan Zamzamni chiqardi va u yerni hamma odamning qalbi talpindigan ana shundaq bir mo'l bayashat bir joy qildi. Nima uchun? Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga asosan Ibrohim alayhissalom qurbonlik berganligi uchun, badal to'laganligi uchun, ondan keyin Ibrohim alayhissalom Alloh subhanahu va taolo Ka'bani bino qilishdan iborat bu sharafni berdi. Ibrohim alayhissalom va o'g'li Ismoil alayhissalom Alloh yo'lida ana shundaq badal to'laganligi uchun bu sharafni qo'lga olib Ka'ba Baytullohni o'z qo'li bilan
bina qildi. Ya'ni uning asosi beydi, shuning ustiga bina qildi. Uni bina qilib bo'lgandan keyin Ibrohim alayhissalom Alloh subhanahu va taologa Robbij'al hadal balada amina warzuq ahlihi minas-samarat. Ey Alloh, bu yurtni xotirjam joy qilgin dedi. Va shundaqla bu yurtning ahlini turli mevalar bilan rizqlantirgin deb Alloh subhanahu va taologa duo qildi. Allah subhanahu wa taala İbrahim aleyhisselamdan bu duasını icabet kılıp bu yani emin yani hatircem cay kıldı. Mekke'nin etrafı qaroqchilarga to'shaq edi. Bir odam bir yerga hatircem safar qilinmaydi. Ana shunday atrof butunlay hatircem bo'lmasimi, lekin Kabe va uning atrofi hatircem edi. Hatto boshqada hatircem bo'lmagan, jinidan, meldan bexatar bo'lmagan odam Kabe va uning atrofiga kelib urilsa hatircem bo'ladi. Çünkü Allah subhanahu wa taala kishilarning qalbiga Kabe Beytullahni ana shunda ulug' qilib so'ydirgan va yaxshi ko'rsatgan. Va shundaqla tajovuzchilar Kabeni yiqib o'tish uchun kelgan vaqtida Allah subhanahu wa taala Kabeni saqlab qolgan. Masalan, Surpelda so'zlangan bir voqelik var. Abraha ismli bir kafir Kabeni yiqib San'aga, ya'ni o'zining shahriga, ana shu Kabega o'xshash bir narsani birini silib, kishilarni mush yerga to'playman, men Kabeni yiqib o'taman. U ya'ni kishilarningki diniy markazidan iborat mush xususiyatini yo'qotib tashlayman deb pilliq qo'shunlar bilan, ya'ni pil bo'lgan, bugungi kunimizdagi tank bombaga o'xshash pil bo'lgan qo'shunlar bilan Kabeni yiqib o'tish uchun Yamandan keladi. Ular Kabeni yiqib atqili qopqa vaqtida Allah subhanahu va taolo ababil qushlarni avatish orqali ularning ustiga tosh yog'dirib, ularni halok qilib o'tadi. Ma voqelikni Makkaning mushriklari, Makka va uning atrofidagi butun Arab yarim orolidagi xalqlarning hammasi ba'zilari ko'rgan, ba'zisi aniq anglagan bo'lg'achqa, bu Kabe Beytullah Rast Allohning uyi ekan. Bu haqiqatan muqaddas joy ekan. Deb kishilarning umumiy qalbida bir ulug'liq, muqaddaslik qaytadan tirilgan. Va shundaqla bu sababdan Kabe va uning atrofidagi Qurayshliklar boshqa yerga bosim hurmatlanadi. Voy mav Allohning uyidan kelibdi. Voy mavla Makkadan kelibdi deb hurmatlanadi. Va shundaqla Makkaliklar u yer quruq bo'lg'achqa tijorat bilan shug'ullanadi. Qishliqda Yamanga karvon yo'lga silib, shu orqali tijorat qiladi. Yozliqda Shamga, ya'ni bugungi kundagi Suriyaga karvon bilan mengib tijorat qiladi. Butun karvonlar qaroqchilikqa, bulanchilikqa uchrasimi, lekin Qurayshliklar bulanchilikqa uchramaydi. Sabab nima? Bular ulug' joydan kelgan kishilar deb hurmatlaydi. Demak, bular mana shundaq Allohning ne'matiga erishgan. Hurmatlanishdan iborat, qo'g'dinishdan iborat mana shundaq ne'matga erishgan. Bu sababni Alloh subhanahu va taolo ularga bu ne'matni aslatib nima deydi? Liila fi Quraysh. Quraysh qo'g'dilganligi uchun ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Ularning qishliq va yozliq safarlari, ya'ni karvonlari qo'g'dilganligi uchun, hurmat qilinganligi uchun, qaroqchilikqa uchramaganligi uchun falyabudu robb hadal bayt. Beytullahning Robbiga qilsin. Mushu Beytullahning hurmati bilan qo'g'daldi-ku. Beytullahning hurmati bilan karvoni bulanchilikqa uchramadi-ku. Shundaq bo'lgan ekan, bu Beytullahning Robbiga yolg'iz ibodat qilsin. Butlarni shirk qilib deb oyatni nazil qildi. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo ularga va shundaqla bizga o'zining ne'matini eslatib, allazi at'amahum min ju'i va amanahum min xavf. Ularga tamoq berib ochliqdan, xotirjam qilib, qo'rqinchdan saqlagan zot bo'lsa, ana shu Robbul Bayt. Beytullah'nınki Rabbi, şunun için Kabe Beytullah'nın Rabbiga ibadet qilsin deb Allah subhanahu wa taala bu surani nazil qilgan. Qarab qilgan bo'lsak, Allah subhanahu wa taala bu oyatda ikki cho'ng ne'matdan xabar berdi. Mush ikki cho'ng ne'mat dunyodagi insonlar erishadigan eng katta ne'mat. Mush ikki ne'mat bo'ldi ekan, boshqa ne'mat o'zining rolini joriy qildirdi. Agar mush ikki ne'mat bo'lmasa, boshqa ne'matlarmi o'zining rolini joriy qildira olmaydi. To'liq shaklda. U bo'lsa qaysi? Allazi at'amahum min ju' va amanahum min xavf. Birisi to'qliq, yemek ichmak. Ikkinchi birisi bo'lsa xotirjamlik. Shundaqla mush ishkish, meyli musulmon qursin, meyli kafir qilsin, har qanday bir davlatninki vazifasi. Qanday bir yerda davlat qurilsin, ol bilan o davlatninki qildigan ikki ish bor. Birinchisi yemek ichmakni ta'minlash, yana birisi bexatarlikni ta'minlash. Yemek ichmak bo'lmaydi ekan, xalqning qo'zg'i to'ymaydi ekan, hech qanday ish amalga oshmaydi. U yerda hayotlik bo'lmaydi, ma'arif bo'lmaydi, tijorat bo'lmaydi, adolat bo'lmaydi. Shundaqla xotirjamlikmi bo'lmaydi. Va shundaqla xotirjamlik bo'lmaydi ekan, u yerda tijoratmi rivojlanmaydi, ma'arifmi taraqqiy qilmaydi, davlatmi taraqqiy qilmaydi. Shundaqla bu oyatdan ana shundaq davlatning ikki cho'ng asosidan iborat bu ikki hukmni olaymiz. Va shundaqla bizning oldigan eng muhim nuqtamiz insonlarning mohiyatga erishadigan eng cho'ng ne'mat nima ekan? To'qliq va xotirjamlik. Ammo biz buni ko'p hollarda yo'qotgan vaqtimizda his qilamiz. Bir yer tarbiyaga vaqtimizda ondan keyin bu bexatarlikning naqadar cho'ng ne'mat ekanligini his qilamiz. Va shundaqla biz hozir u ocharchilikqa uchramaqlik ma'avlat, ammo bizning ilgirki avlodlar ocharchilikqa uchrag'liq. Bu sababdan bizning ota-bobolarimiz uyimizga ana shundaq 1-2 tonna bug'doyni qachilamasa, saqlamasa xotirjam bo'lmaydi. Nimishqa? Uni ko'z bilan ocharchilikni ko'raylik. Ammo biz ko'rmaylik. Ammo Alloh saqlasin. Ana shunda ocharchilikni ko'rgan vaqtimizda ondan keyin biz bu to'qliqninki qanchalik darajada bir ne'mat ekanligini his qila olamiz. Aqlli kishi uni yo'qotgan vaqtida emas, yo'qotishdan ilgari mana shundaq oyatlar bilan o'zining ko'zidagi kunib qolgan perlarni ilib tashlab Allohning ne'matini his qiladi va shundaqla u ne'matga qarata har vaqt qanday qiladi? Shukr qiladi. Ammo aqlsiz kishi
doim ne'mat qo'ldan chiqib ketgandan keyin ondan keyin uning qadrini biladi. Shunga tinimiz saq vaqtda saqliqning qadrini bilaylik. Aldirash bulashdan ilgari bo'sh vaqtning qadrini bilaylik. Qirishdan ilgari yosh vaqtimizning qadrini bilaylik. Va shundaqla qo'limizda ilm bo'lsin, qanday bir ne'mat bo'lsin, mushu ne'mat qo'limizda bor vaqtda u chiqib ketishdan ilgari uningdan foydalanaylik va shundaqla uni bir ne'mat beraylik. Va shundaqla biz har vaqt Alloh subhanahu va taolaninki doim ne'mat ichida yashaydiganligimizni har vaqt esimizdan chiqarmasligimiz kerak. To'qliq va xotirjamlik Alloh subhanahu va taolaninki bergan son-sanoqsiz ne'matlar ichidagi faqat ikki ne'mat. Va shundaqla eng chong ikki ne'mat. Ammo undan boshqa nurg'ulg'an ne'matlar bor. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytdi: "Man asbaha mu'afan fi badanihi aminan fi sirbihi 'inda quti yawmihi fa ka'annama huyizat lahu ad-dunya bihazafiriha" deydi. Qanday bir odam badani saq, xotirjam, bir kunlik yemeklikni yendi ba holatda tong atqizgan bo'lsa, fakannama huyizat lahu dunya bihazafiriha deydi. U kishiga butun dunyo bo'ysundirilgandek, u kishi xuddi butun dunyoga erishgandek mana shunday bir ne'mat ichida bo'lgan bo'ladi deydi. Buni biz qancha his qilamiz? At deganda qo'pqa vaqtimizda, putimiz yerga destimigan vaqtida. At deganda imjazimiz yo'q, o'rnimizdan turolmagan vaqtimizda. At deganda salomatligimiz tufayli biz qarab turgan nurg'un ishlarni qilolmagan vaqtimizda, so'ygan kishilarimizning ayrilgan vaqtimizda, ondan keyin biz bu ne'matni his qila olamiz. Ammo u vaqtda kechikkan bo'lamiz. Shuning uchun buni eng burun his qilib, buning qarta shukr qilishimiz kerak. Uning katta bir ne'mat ekanligini qalbimizda his qilishimiz, og'zimizda aytishimiz va shundaqla amallan uningga shukr qilishimiz kerak. Bu shukr qilsak kimga foydasi bor? Ya'ni o'zimizga foydasi bor. Chunki ne'mat shukr bilan davomlashadi. Shukr qildik degan gap, u ne'matni, u yaxshilikni o'zimizda davom qildik degan gap. Buning foydasi yana o'zimizga, dunyo va oxiratda. Shunga Alloh subhanahu va taolo Qur'on karimda: "Va man shakara fa innama yashkuru li nafsi." Kimki shukr aytadi ekan, shukr qildi ekan, u o'ziga shukr qilgan bo'ladi deydi. Qanday o'ziga shukr qilgan bo'ladi? Shukr qildi, ne'mat davom qildi. Foydasi kimga? O'ziga. Dunyoda va oxiratda. Shu bu o'ziga foydali. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bizga salomatlik ato qilib, biz ko'p namoz o'qigan bo'lsak, yoki Ka'bani ko'p tavob qilgan bo'lsak, manch tavob qilyaptim, manchilik namoz o'qiyaptim, va yoki Alloh subhanahu va taolo bizga mol dunyodan iborat bir ne'mat bergan bo'lsa, Alloh yo'lida chiqim qilgan bo'lsak, men manchak pul xarjlayaptim deb unga ko'ranglashga haqqimiz yo'q. Chunki uning foydasi kimga? O'zimizga. Namoz o'qib Allohga shukr qilgan bo'lsak, uning savobi o'zimizga qaytadi, u saqliqdan iborat ne'mat davom qiladi. Alloh yo'lida chiqim qilib shukr qilgan bo'lsak, shu sababli Alloh subhanahu va taolo bizningki mol dunyomizni ko'paytirib beradi. Foydani kimga? Yana o'zimizga. Shuning uchun qilgan shukrimizga asla va asla munda qildim, unda qilyaptim deb minnat qilish qolmaydi. Chunki o man shakara fa innama yashkuru li nafsi. Aksi tuzkorlik qilsak-chi, tuzkorlik qilsak, nimaning hammasi yo'qolib ketadi. Alloh subhanahu va taolo buni Qur'on Karimda nihoyat aniq shaklda misol keltirib bizga bayon qilib berdi. Alloh subhanahu va taolo shundaq bir aholi, yurtningki, mahallining misolini keltirib deydi: "Va daraballohu masalan qaryatan kanat amina mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa adaqaha Allohu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun." Allah bir şehrini misal keltirdi. O şehir emin idi. Xotirjam edi. Rizqi har tarafdan kelib turadi. Endi o'zimizga bunda qarab boqaylik. Biz qo'limizdan chiqib ketgan ne'matlar haqida hammamiz o'ylanishimiz kerak. O'ylangan vaqtimizda ondan keyin buningki gunohini yo'g'ili bo'ladi. Masalan, Alloh subhanahu va taolo bizga nihoyat bir kengchilikni bergan vatanda. Ilgariki 10 yil ilgari yoki 15 yil ilgari. Qanday edi? Nisbiy jihatda xotirjam edi. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo degandek, "Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." Rizqi har tarafdan kelib turadi. Masalan, 10 yil ilgari ko'p sonli kishilarimiz har xil shaklda nurg'ulg'an pullarni topdi. Tosh deymiz, undan boshqa tijorat deymiz, korxona deymiz. Hammasining ishi qanday qildi? Oqdi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo sifatlagan bu sifatga bizning ko'p qismimiz tushib qoladi. Xotirjam edik, ya'ni nisbiy jihat xotirjam edik va shundaqla rizqimiz keng kelib turadi, lekin qanday bo'ldi? Bergan ne'matlarni to'g'ri ishlatdikmi yoki buzib chashdikmi? Saqliqimizni to'g'ri yerga ishlatdikmi? Bergan mol dunyoni to'g'ri yerga ishlatdikmi? Va yoki shu uy bezash va yoki shu dunyo ishlari uchun ishiltib o'tib ketdikmi? Tuzkorlik qilgan bo'lsa qanday bo'ldi? Fakafarat bi an'amillah. U aholi, u shahar u ne'matlarga tuzkorlik qildi deydi Alloh subhanahu va taolo. Shuning bilan, ya'ni tuzkorlik qilganligi sababli Alloh subhanahu va taolo ularga xil illatni berdi. Ikki xil narsaning kimini ko'gizib qo'ydi deydi. O qaysi? Libasal ju'i wal khawf. Iqtisodiy qiyinchilik. Shu ocharchilikdagi iqtisodiy qiyinchilik, pul topmoqning ta'sir bo'lib ketishi, shundaqla wal khawf, ensizlik, xotirjamsizlik. Bugun tutib ichib ketamiz, tutib ichib ketamiz, qaysimiz yo'qolib ketamiz degandek, mana bu shundaq xotirjamsizlikni sab qo'ydi deydi. Demak, ne'matga qilingan tuzkorlikning eng chong zini mana shu. Birisi qaysi? Iqtisodiy krizis, yana birisi xotirjamsizlik. Ne'mat qilingan shukrning eng chong mukofoti qaysi? Xotirjamlik va to'qliq. Mana bu bizningki Li-Ilafi surasidan oldigan eng muhim darsimiz. Undan boshqa bu suradan oldigan muhim nuqtalar biz yuqorida o'tganimizda ko'zimizdan bu kunib qilish pardasini ilib tashlash. Har vaqt Allohning ne'mati ichida ekanligimiz, Allohning ne'mati bilan so'zlayotganligimiz, Allohning ne'mati bilan mengayotganligimiz, Allohning ne'mati bilan harakat qilayotganligimizni esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Allohning ne'mati bo'lmasa, biz bir daqiqami yashayolmaymiz. Ikkinchisi, Allohningki o'sha bexatarlik, xotirjamlik va to'qliqdan iborat ne'matini har vaqt esimizdan chiqarmasligimiz kerak va shundaqla buni shukr qilishimiz kerak. Qanday shukr qilamiz? Qalbimizdan minnatdor
bo'lamiz, dilimizda alhamdulillah deymiz. Amaliyatimizda shu ishlarni qanday ne'mat qo'limizda bo'lsa, shu ne'matni to'g'ri yo'lga, yaxshilik yo'lga, foydali yo'lga ishlatish orqali shukr qilamiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ne'matlarini his qilgan va shuning qarta shukr qilgan kishilarning qatoridan qilsin. Ko'zimizdan kunib qilishdan iborat bu pardani ilib tashlayversin Alloh subhanahu va taolo. Hammamizni shukr qilguvchi bandalarning qatoridan qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.